Fazl ibn Yahyo ismli bir kishi. U o'zini otasiga yaxshilik qilishlik bilan mashg'ul bo'lgan solih insonlardan edi. Allohning taqdiri kunlardan birida u kishi bilan otasini qamoqqa olishdi. Sovuq tunlari otasi ertalab tahoratni sovuq suv bilan olishni xohlamasada, xonasini yoritishlik uchun berilgan chiroqni olardi-da, idishdagi suvni unga tutib, otasi uyg'ongunga qadar suvni ilitib turar edi. Otasi iliq suvda tahorat olish uchun. Qo'riqchi buni bilib qoldi-da, chiroqni olib qo'ydi. Endi ota sovuq suvda tahorat olishi kerak. Ammo otasiga bir yaxshilik qiluvchi bo'lgan bu farzand yo'lini topdi. Endi nima qiladi? Ana shu suv quyilgan ishni quchoqlab uxladi. Tong yotgungacha mana shu sovuqni o'zini badaniga o'tkazib, suvni sovib qolishligidan ehtiyot qildi. Tong yotganda otasiga iliq suvni yana tahoratiga tutdi. Albatta bu birrul volidayn. Albatta bu ota-onaga bo'ladigan go'zal muomalaga yaqqol misol.